Al-Xorazmiy. Muhammad ibn Muso Al-Xorazmiy. Al-Xorazmiy algebra fanining otasi. To'liq ismi: Abu Abdulloh Muhammad ibn Muso Al-Xorazmiy. Tug'ilgan yili taxminan 780-yil. Tug'ilgan joyi Xorazm, hozirgi O'zbekiston hududi. Vafot etgan yili taxminan 850-yil. Vafot joyi Bag'dod, Iroq. Tarixiy davr va faoliyati. Al-Xorazmiy Abbosiylar xalifaligi davrida yashagan. Bu davrda 8-9 asrlarda Bag'dod shahri dunyodagi eng yirik ilmiy markazlardan biri bo'lgan. U yerda xalifa Ma'mun tomonidan tashkil etilgan Bayt al-Hikma, donishmandlik uyi nomli ilmiy markaz faoliyat yuritgan. Al-Xorazmiy shu markazda faoliyat yuritib, matematika, astronomiya, geografiya va boshqa fanlar bilan shug'ullangan. Matematika sohasidagi yutuqlari. Al-Xorazmiy algebra fanining otasi hisoblanadi. Uning eng mashhur asari Al-Kitob al-Muxtasar fi hisob al-Jabr val-Muqobala. Ma'nosi al-Jabr va al-Muqobala hisoblari haqida qisqacha kitob. Bu kitobda u tenglamalarni yechishning umumiy qoidalarini bayon qiladi, kvadrat va chiziqli tenglamalarni yechish usullarini ko'rsatadi. Bugungi kunda algebra so'zi aynan shu al-Jabr so'zidan kelib chiqqan. Shuningdek, algoritm so'zi ham al-Xorazmiy, Xorazmiy nomidan kelib chiqqan. Uning hisoblash usullari keyinchalik Yevropaga kirib, matematikaning rivojiga katta ta'sir ko'rsatgan. Al-Xorazmiy nafaqat matematik, balki astronom va geograf ham bo'lgan. U osmon jismlarini o'rganish uchun astronomik jadvallar tuzgan. Quyosh, Oy va sayyoralar harakati haqida yozgan. Geografiya sohasida Yerning xaritasini tuzishda ishtirok etgan. Shaharlar koordinatalarini hisoblab chiqqan. Uning geografiya asari Yevropa olimlariga katta ta'sir ko'rsatgan. Ilm-fanga qo'shgan hissasi. Al-Xorazmiyning asarlari arab tilidan lotin tiliga tarjima qilingan va Yevropa uyg'onish davri ilm-fanining shakllanishida muhim rol o'ynagan. Uning ishlari tufayli arab raqamlari Yevropaga kirib borgan. Hisoblash va algebra tizimi keng tarqalgan. Matematik metodlar tizimli shaklga kelgan. Merosi va shon-shuhrati. Al-Xorazmiy nomi bugun ham informatika, matematika, algoritmlar bilan chambarchas bog'liq. O'zbekiston va butun dunyoda u faxr bilan buyuk alloma sifatida e'tirof etiladi. Ko'plab universitetlar, maktablar, ko'chalar va ilmiy mukofotlar uning nomi bilan ataladi. Qisqacha xulosa. Al-Xorazmiy matematika va ilm-fanning yuksalishida burilish yasagan alloma. Algebra, algoritm sohalarida chuqur iz qoldirgan. Uning ishlari bugungi zamonaviy fan va texnologiyalarning poydevonini yaratgan. Hurmatli do'stlar, bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun katta rahmat aytmoqchiman. Ammo kanalimiz rivojlanishi uchun, unda kontent to'xtovsiz chiqishi uchun kanalga obuna bo'lishingiz hamda yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingiz biz uchun nihoyatda muhim. Qolaversa, ushbu videoga like va kommentariy yozing. Siz uchun bu sarflangan 1 soniya xolos, biz uchun esa kanalni rivojlantirish uchun imkoniyatdir. Hurmat bilan Anyverse jamoasi.